13-chi savol. 400 ml 0,5 molarli kumush nitrat eritmasiga 43,25 gram rux plastinka tushirildi. Bir oz vaqt o'tishi bilan plastinka eritmadan olindi va yuvildi va quritildi. Reaksiya natijasida kumush nitratni miqdori 50% ga kamaydi. Ya'ni kumush nitrat necha mol bo'lsa 50% reaksiyaga kirishdi. Eritmadan chiqarib olingan plastinkaning massasini gramda toping deb. Demak, birinchi o'rinda kumush nitratning molini topib olamiz. Bu yerda kumush nitrat molini topish uchun molyar konsentratsiyasini hajmga mana bu litrga ko'paytiramiz. Demak, kumush nitratning moli barobar 0,5 molyarni ko'paytiramiz 0,4 litrga. 0,4 litr bu 400 ml 1000 ga bo'lsa 0,4 litr bo'ladi. Shunday ko'paytirilsa kelib chiqadi bu yerdan 0,2 mol kumush nitrat bo'lgan ekan eritmada. Kumush nitrat. Shu kumush nitrat eritmasiga endi rux plastinka tushiramiz. Kumush nitrat eritmasiga tushiramiz rux plastinka. Bu yerda metallar joyini almashtiradi, ya'ni kumushning o'rnidan rux oladi, aktiv bo'lgani uchun rux. Bu yerda rux nitrat bilan kumush plastinkaga yopishadi. Tenglashtiradigan bo'lsa, nitrat ioni ikkitalik uchun rux nitratga, kumush nitrati 2 koeffitsient va kumushga ham 2 koeffitsient qo'ysa reaksiya teng bo'ladi. Endi mana bu joyda 0,2 mol kumush nitratni 50% reaksiyaga kirishdi. Ya'ni 50% kamaydi degani 50% yo'q bo'lib qoldi reaksiya natijasida, ya'ni reaksiyaga kirishdi. 0,2 ni 50% ni topish uchun 0,2 ni 50 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsa 0,1 kumush nitrat reaksiyaga kirishgan bo'ladi. Shunda qancha rux reaksiyaga kirishadi, qancha kumush hosil bo'ladi, shuni topishimiz kerak. Plastinkadan reaksiyaga kirishgan rux plastinkasini ayirib tashlaymiz va o'rniga yopishgan kumush plastinkasini qo'shamiz. Shunda keyingi plastinka kelib chiqadi. 2 mol kumush nitrat bilan 65 gram rux reaksiyaga kirishib 216 gram kumush hosil bo'ladi. Mana bu molda. 0,1 molda qancha kumush rux reaksiyaga kirishadi? 0,1 ni 65 ga ko'paytirsa 6,5. 6,5 ni 2 ga bo'lsa 3,25 bo'ladi. Demak, 3,25 gram rux reaksiyaga kirishgan. Bu yerda 216 0,1 ko'paysa 21,6, 2 bo'lsa 10,8 esa kumush hosil bo'lgan. Demak, rux plastinkasining dastlabki massasi 43,25 edi. 43,25 dan reaksiyaga kirishgan ruxni ayirib tashlasa, qolgan plastinkadagi rux chiqadi. Unga yangi hosil bo'lgan kumush plastinkani qo'shib qo'yamiz. Demak, 43,25 dan minus 3,25 rux reaksiyaga kirishgan plus 10,8 kumush hosil bo'lgan. Shunda keyingi plastinka massasi kelib chiqadi. 43,25 dan 3,25 tarsa 40 qoladi. 40 ga 10,8 ni qo'ysa 50,8 gram keyingi plastinka massasi kelib chiqadi. To'g'ri javob D javob bo'lar ekan.